iPhone'ga mana shunaqa maxsus fonlar bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, iPhone'imni men qimirlatyapman, fon ham qimirlayapti. Bu 3D ko'rinishda, hattoki soat suvni tagiga ham tushib ketgan. Hozir mana shunaqa maxsus fonlarni qayerdan ko'chirib olishni aytaman va qanaqa qilib o'rnatishni ham o'rgataman. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying. Mana hozir mana shunaqa fonlarni men o'zimning iPhone'imga o'rnatib olganman. Telefonni qimirlatsam, fon ham qimirlayapti, chunki bu 3D, hattoki soat ham suvni tagiga tushib ketgan va undan tashqari bunaqa fonlar ham bor. Juda ham ko'p ajoyib fonlar bor. Mana bunaqa fonlar bor mana. Mana qimirlatsam qimirlayapti. Hattoki Nemo ham bor. Hozir sizlarga qanaqa o'rnatish aytaman. Misol uchun mana shu fon, to'g'rimi? Padritsani bosamiz, mana bu joyga fonni qo'yamiz. Qo'yganimizda hammada shunaqa ko'rinishda bo'ladi va mana bu transtransiyani bosamiz. Ozgina kutib turamiz, generate bo'ladi va soatni pastroqqa tortamiz. Keyin fonni ozgina tortib yorsak, mana joyiga tushdi, mana ko'rdinglar. Juda ham ajoyib turadi. Keyin davom qilib fonlarga ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin mana. Ko'rdinglar? Juda ham ajoyib. Hamma fonlarni mana shunaqa ko'rinishda qilib chiqsanglar bo'ladi. Yo'kida agarda mana shunaqa fonlar bo'lmayotgan bo'lsa, mana bu joydan siz effekt glubinini yoqib olsangiz, mana hozir o'chirib turib ko'ryapsizmi? Fon ustiga chiqib qolgan. 3 ta nuqtani bosib turib effekt glubinini bosadigan bo'lsangiz, soat orqa fonga o'tyapti. Siz mana shunaqa fonlarni Telegram kanalim orqali yuklab olsangiz bo'ladi. Telegram kanalimning silkasi profilimning shapkasiga o'tasiz va mana bu silkaga kirib Telegram kanalimga o'tib, bemalol yuklab olsanglar bo'ladi va Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Mana shu videoni barcha iPhone ishlatadiganlarga jo'natib qo'ying.